رسول الله حبيب الله نبي الله شفيع الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, bizning bugungi suhbatimiz Alloh subhanahu va taolaning sura Fussilatdagi 30-oyatdan boshlanadi. Estaizu billah. İnnellezîne qâlû rabbunallahu thumma istaqâmû تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Yani bugünkü sohbetimizin asası mezmunu, temisi durusluk. Yani durus hayatta yaşaş, durus muamelede buluş, durus gep sözde buluş ve bundan başka insan hayatındaki bütün durusluk münasebetlik mezmunla bugünkü sohbet temimizdir. Durusluk Allah subhanahu ve taala buyurgan buyruqlarga amel qilish, tosqan cheklimalardan qaytish xarakteridagi islom go'zal axloqlarining birisi. Biz bugun o'qigan, az ilgari o'qigan oyatimizni sohbatimizning shu orqib turib boshlaymiz. Ayet naval qısqacha bir tarjima qilganimizda Allah subhanahu va taala mu'minlarni sifatlab deydi: "İnnellezîne qâlû rabbunallah." Rabbim Allah degan kishilar, ya'ni iymon etgan bir ifoda va. Yani Rabbimiz Allah degan kishilar iymon etgan ifoda deb bo'lib, "Thumma istaqamu." Bular iymondan iborat mustahkam qurg'onni qurib bo'lgandan keyin buningki yashash uslubi, hayot dunyodagi prinsip manhaji durustlik bo'lgan kishilar. Ya'ni to'g'ri yo'lda mangan, durust muomalada, durust gap so'zda, to'g'ri shaklda hayotini o'tkazgan kishilar degan ibora bilan mu'minlarni qanaq bo'ladi, sifatlab o'tadi. Endi biz oyatning mazmuniga kirishdan ilgari va suhbatimizning beshidla durustlik degan nima, ya'ni arab tilidagi istiqoma degan so'zning ma'nosi nima? Dindiki istiqoma, yani durustlikninki, to'g'ri yo'lda mengishninki o'rni qanchalik, bu haqda azroq qisqacha bir tushuntirish berib bo'lgandan keyin davomlashtiramiz. Endi din degan bu hukmni, yani dinni bütün sohalari bilan hammasidan qo'shib bir kalimaga, bir hukmga yig'inchoqlashga bo'lamdi deyilsa, mesela buni texnik aniqroq tushuntirish uchun men bir tijoratni misolga olay. Tijoratchilarning turli saviyadagi tijoratchilar bo'ladi. Eng yuqorisi shirkat guruhlardan hatib kichik oddiy bir yaymichilik qiladigan, oddiy narsani sotadigan hammasi tijorat bo'ladi. Qatlama-qatlam har soha tijorat bo'ladi. Mush bütün tijoratni bir gap bilan ifodalang. Yani tijorat degan nima deydigan savol tushsa, biz payda deb javob beramiz. Chunki cho'ngimi foydaladi, kichigimi foydaladi. Agar payda olmasa, u tijoratchi emas, uning qilgani tijorat emas. Mushunga o'xshash dinning yuqori qalamlaridan tortib eng tuvan sohasigacha bütün sahalarının hammasida temsil qiladigan bir og'iz gapga yig'inchoqlab turgan deyish to'g'ri gap qolsa, biz deymizki durust inson bo'lish dinning bir og'iz tushunchisi. Bu din osmondan tushgan vahiy. Koinotning yaratquchisining bizga avatgan ta'limoti. Bizningki baxt, saodat yo'limiz, sağlamlık, tinchlik yo'limiz. Biz Allah'ni tunish uchun yaratilgan bir mahluqlar.
Muşu din dal bizga Alloh subhanahu va taolani tunutish orqali buning natijasida kengirchilikka osmon zamin cho'g'an kengir jannatga bizni ega qiladi. Endi anda olgandan keyin dinning muşu asosiy ruhi bo'lgan, dinning xulosasi, mag'izi, javhari bo'lgan, agar bu durustlik, to'g'ri yo'lda menish insonda bo'lmagan vaqtida xuddi bayatdan foyda olmasa, cho'mi tijoratchi emas, kichigimi tijoratchi emas, uning qilayotgani tijorat emas deganimizdek, agar to'g'ri yo'lda menish, durustlik bo'lmaganida o din degan narsadan u yerda ig'zaj qilinmaydi. U vaqtda din u odamga nisbatan yana to'g'ri yo'lda mangmagan, durust olmagan. Mayli butun sohalarda gap so'z, muomala, elish, berish, oiladagi er ayol, ota bola, masalan, xulum qo'shna, maktabdagi o'quvchi, o'qituvchi, mushu sohalarning hammasida desak, chiqbu soha durust olmagan insonga nisbatan u men amal qildim. Voy men degan musulmon, men paloni dinning agash kuchisi degan din uningga nisbatan bir tarixiy miros yoki sharq mirosi degandek bir nom bilan atalgan bir qilib bo'lib qoladi uningga nisbatan. Lekin xalq adabiyotining o'rnida uni amal qilayotgani din olmay qoladi u vaqtida. Chunki dinning demak to'g'ri yo'lda menish demak. Masalan, islomiy orq ko'rinish deymiz ba'zi nuqtalarni ifodalagan vaqtimizda. Voy islom zemini deymiz, islomiy yo'linish, islomiy harakatlar, islomiy tashkilotlar, u yoki bu degandek har xil islomiy degandek guruhlar bo'ladi, tashkilotlar bo'ladi. Nim bo'ladi? Nim bo'lsin? Islom degan nom bilan sifatlangan shaxs, organ, tashkilot, davlat, prinsip, fikr agar o'ziga durustlikni asos qilmasa, to'g'ri yo'lda mengishni o'ziga o'lchami qilmaganida, tatbiqlamag'inida, bu ta'limotninki tur degan yerda turib, mang degan yerda mangmaganida, buyrug'ini qilib to'sqindan yonmaganida, u din davosini qilgan mayli shaxs yoki bayatni deganimizdek cho'ng davlat qilsa hammasiga nisbatan din haqiqiy biz anlatmoqchi bo'layotgan, ifodalamoqchi bo'layotgan ma'nodagi din olmay qoladi. Uning nisbatan o'tmishidan qolib qolgan bir merosi, xuddi sharq merosi degandek, yoki tarixiy bir merosi bu shaklda bo'ladi. Agar u dinning haqiqiy mevasini uzmoqchi bo'lsa, cho'qim dinning asos ruhi bo'lgan to'g'ri yo'lda menish, durust bo'lish degan bu axloqni o'zining vujudida singdirish kerak. Chunki inson koinotdagi eng murakkab bir maxluq. İnsondan murakkab maxluq yo'qmi dunyoda? İnson tug'ilgan vaqtda xuddi programma qachlanmagan, sistem qachlanmagan elektronlik uskunlarga o'xshaydi. Op-oq qog'ozlar. Mushu butun uning programmasi vujudidagi, uning mingisidagi sistem, o'y, fikr, tafakkurining hammasi hayotida yetiladi. Yani bu op-oq asli, ma boshqa hayvonlarga o'xshamaydi, malaikalarga o'xshamaydi. Biz burungi darslarimizda bek jiqdidik. Malaikalar yaratilishi dilla itoat, ibodat, bo'ysunish programmasida yaratilgan maxluqlar, ular shu bo'yicha yashab, shu bo'yicha uludu masalan, uludigan vaqt kelsa, hayvonlarning har birisininki o'zgarishliq dunyoda vazifasi va tug'ilishidan shu vazifani qila oladigan bir iqtidor, imkoniyat bilan tug'iladi. Hech kim uningga o'rgatmasimi, hayotda shu vazifasini ado qilib ketadi. Ammo inson unda emas. Eng murakkab bir maxluq. Inson hayoti dunyoda, bu dunyoda nima ish qilish, qanday ish qilishni hammasini hayotda yetildirdi. Burun qochlanmaydi hech nima. Qop-quruq tug'iladi inson, op-oq qog'ozga o'xshash. Unda o'gandan keyin insonninki bu qadar murakkab bo'lganligi uchun xato edilib qolmaslik uchun men bir nuqtaga diqqat qilaman. Chunki inson op-oq tug'ildi dedik ya, qop-quruq tug'ildi dedik ya, inson normal bir insonga aylanib o'zining vazifasini ado qilish uchun inson bo'lish kerak. Bu bir murakkab, bu xil murakkab maxluqning normal insonga aylanib o'zining vazifasini ado qilish uchun cho'qqum bu murakkab insonni yaratgan
yaratquchi paydo qilg'uvchisininki buningga bo'lgan bir qo'llanma deb qo'yamiz-ku. O'ga kelgan uskunlarninki bir tushuntirilish yozilgan nimasi bor, qo'llanmasi bor masalan. Bir qo'llanma lozim bizga. Yani murakkab bo'lgan inson yaratgan yaratquch tarafdan ma insonning xarakteri ma'vu, mijozi ma'vu, ma'ishni qilish kerak, ma'ishni qilmaslik kerak. Mana bu din dal shu qo'llanma shu. Din umum hukmida biz bayatni so'zlayotgandek to'g'ri yo'lda menish, durust bo'lish, durust muomalada, durust hayotda, durust gap so'z bilan yashash bo'ladi. Bu dinning asosiy prinsip hukmlarining birisi. Endi masalan deyli bir misolga olsak, bir kishi o'zi solih bir inson, durustlik bilan yashadi, yaxshi ishlarni qilib o'tdi. Endi bolasi munosabatlarni qistirib qo'yaylik. Durust bo'lmagan vaqtida dadininki eng zo'r baxtsizligi mushaydan boshlanadi. Dadasininki eng zo'r falokati, opti mushaydan boshlanadi. Sen dunyodagi eng yuqori iqtisod egisi ol, mayli. Yoki zamindagi eng yuqori mansab egisi ol. Ilmiy jihatdan qanchalik darajaga erishib, sen boshqa cho'ng professor bo'lib ket. Lekin sen orzu qilgandek o'sib yetilmasa balang, sen eng shaqiy odamga aylanasa. Bu nuqtalarning hammasi insonning hayotidagi durustlikqa munosabatlik masalalar. Amaliyotda durustlik ikki hukmni o'z ichiga oladi qarindoshlar. Birisi ma'lum narsalarni tashlash. Bu bir salbiy tarafi, salbiy hukm yani. Yani birisi ma'lum narsalarni qilish. Tashlash deganimiz, mesela inson harom luqmalarni, harom narsalarni tashlaydi. G'ayvatni tashlaydi, uni tashlaydi, buni tashlaydi. Bu bir tarafi. Endi ijobiy tarafi, ustiga tushgan vazifelik bunda, majburiyat nuqtasidagi taraflari nima desa, inson bu dinning xizmati, bu millatining xizmati, atrofidagilarning xizmati uchun o'zining iqtisodini sarf qilish kerak, vaqtini sarf qilish kerak, ma'lumotini sarf qilish kerak, amaliy jismoniy kuchini sarf qilish kerak, o'zining nufuzi bo'lib qolsa, nufuzini sarf qilish kerak. Ba o'zidagi butun imkoniyatlarni sarf qilish orqali diniga va millatiga xizmat qiladi. Mana bu bir tarafi. Demak, ikki nuqta muayyanlashgan vaqtida tashlashga tegishlik, voz kechishga tegishlik narsalarni tashlab voz kechgan vaqtida, qilishga tegishlik taraflarni joyida qilgan vaqtida insonda istiqoma, ya'ni durustlik, to'g'ri yo'l hukmi yoki to'g'ri yo'l hayotida shakllangan bo'ladi. Endi Payg'ambar alayhisolamning mushunga munosabatlik bir hadisi bor. Yani hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir siziqni sizdi. Bir taraf, uning ikki tarafiga bir qanchalagan siziqlarni sizib, Allah subhanahu va taoloninki tuvandagi oyatni o'qigan Rasululloh. Va anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu va la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Bu mening yo'lim. Durustlik degandan-ki, hukmi bir bo'ladi. Rasululloh sizib ko'rsatdi amaliy shaklda. Mustaqim, ya'ni durust, to'g'ri shakldagi yo'l bu. Buningga kishinglar va la tattabi'us subul, qolgan uning qashidagi o'ng so'l tarafdagi yo'llarga ergashmanglar. Menda insonga bir narsani eskartdi ma oyatjo. Men dedim ya, inson eng murakkab bir maxluq. Bu murakkab maxluqninki muvaffaqiyat bilan bu dunyodan chiqalishi uchun mushu murakkab maxluqni yaratgan zotning ta'limoti kerak deb dedim ya. İnsanның ömrü intayin bir qisqa. Ma oyatni oladigan bir inchkin o'qimizdan birisi bor. İnsan hayotda o'zini yetildirib, pishib yetilib bo'lgandan keyin rasmiy xizmat qilgan vaqtda ya 30 yil, ya 40 yil bo'ldi. Balki undan ma'zul bo'ldi. Demak, intayin bir qisqa ömrü insonning ömrü. Ammo haqiqat, haq, ya'ni insonning hayotida qilmoqchi bo'lgan vazifasi bu qisqa ömrga dal gap qilishi mumkin. Eshmaydi hayoti. Allah insonni eskartib davatidi-ki, sen durust yo'ldan, to'g'ri yo'ldan chetnab, u yo'lni yoki bu yo'lni sinab boqaman, ko'rib boqaman.
yoki bu sabablar bilan u yo'lga chiqsang fatafarraqa bikum an sabili. Sen qilmoqchi bo'lgan haqiqatni, mangmoqchi bo'lgan haq yo'lingning oxiriga chiqolmaysiz deyapti Qur'on. İntayin muhim bir nokta var. Şunlaşqa insan hayatida muvaffaqiyat bilan bu hayotni oxirlashtiray desa, boshqa atrofdagi u yoki bu noto'g'ri bo'lgan, xato bo'lgan yo'llarni sinashning hojati yo'q, kirishning hojati yo'q. Durustlam yashasa, to'g'ri yo'lni o'zining asosiy hayot manhiji qilgan vaqtida inson qana qila oladi, oxiriga chiqa oladi. Alohida bir narsani takror eskartib qo'yaylik. Haqiqat, to'g'ri yo'l, durustlik bir bo'ladi. Hatta bu nokta eğer Kur'an düşmegen takdirdimi, peygamber avatilmegen takdirdimi, insanın asli fitretide, asli tabiitide, asli karakteride o'rinlashib ketgan bir nokta, durustlik, to'g'rilik. Ama Allah bizga rahmat qilishi uchun Qur'onni tushadi. Qur'on bilan birga payg'ambarni avatdi. Payg'ambar o'zining hadislari amaliy hayoti orqali, sunnati orqali yo'llarning qanday hayotda tatbiq qilinganligini bizga ko'rsatdi va alhamdulillah Alloh subhanahu va taoloninki bizga bergan rahmati. Bu yusidan o'zimiz bir yasalg'uvchi, bir yaratilg'uvchi bo'lish sifatimiz bilan bizni yasagan, bizni yaratgan zotning bizning qanday yasasak to'g'ri yashaydiganligimiz, hayotimizda üstümüzdeki mecburiyet qilishga tegishli ishlarni joyida ado qilib, bu hayotni muvaffaqiyatli şekilde tamamlab yo'lning oxiriga chiqa oladiganligimiz belgilangan yoki shunga amal qilsak, ta'limot bizning Rabbimiz tarafidan keladi, yaratquchimiz tarafidan keladi. Bununla amal qilishimiz kerak. Ya'ni u yoki bu yo'llarni sinab boqishga mencha bo'lmaydi. Ana o'sha kelgan vaqtda biz to'g'ri yo'l, durustlikni tushuntiryapmiz sizlarga. Tushundirish jarayonidan balkim kalanglarga insonning hayotidagi qilmoqchi bo'lgan vazifasi, qilmoqchi bo'lgan yaxshi ishlari xuddi buni bilan bir o'qimdak tuyg'u balkim tushunch kelgan bo'lishi mumkin. Shundan so'ng men sizlarga bu ikkisining o'rtasidagi farqni, to'g'ri yo'l degan nima, biz tushuntirayotgan, durustlik degan nima va yaxshi ish degan nima, buning o'rtasidagi farqni bir ayirib olaylik. Amaliyotda biz bugungi darsimizning temiz sifatida sizlarga so'zlayotgan to'g'ri yo'l, durustlik bir qachiqqa o'xshaydi. Ya'ni bu doirasi aniq belgilangan, muayyan chegirisi va azaymaydigan, ko'paymaydigan aniq bir uqum bu. Aniq bir uqum. Ya'ni bu masalani men taxmin sizlarga tushuntirish uchun ba'zi misollarni elishim kerakdi balkim. Ya'ni to'g'ri, xata. To'g'rining 75% to'g'ri, 50% to'g'risi olmaydi. Bir ish to'g'risi to'g'ri, xatasi xata. Xuddi mushuni ham deyni, mushu muayyanlikni ifodalash uchun men bir misol olay. Garchi misolning mazmuni munosabatsiz bo'lsin-mi? Eng yuqori tiboba doktorlikda unvonni olgan eng cho'ng doktorning sog'an ukuli bilan eng oddiy unvon bilan sistralik qilayotgan birisining sog'an ukulning o'tirida hech farq yo'q. Ukul selish bir xillan. Anda ölsün bir adam öldü. Ölüş hukumu kelsakmı? Ölüşünün 20 olmaydı, 75% olmaydı. Öldü, ölmedi. Yani mesela inik. Dairesi inik. Muşun demekçi. Yani ben deymen ki, sizlerge düşündürüp, doğru yol inik bir mesele. Bunun da nisbilik yok. Manın qavatqan işi 75% doğru değil olmaydı. Bir adam doğru yoldu mangdı, durus oldu. Durus olmadı, durus olmadı. Durusluk mutlaq bir, yani iniq dairesi belgilengen iniq bir uqum. Bu to'g'ri yo'qlikning ifodasi. Endi amal, yaxshi ish, hayotda qiladigan vazifa, insonning majburiy ado qiladigan majburiyatlari qachonning ichidagi narsaga o'xshaydi. Bir odam yo'lini to'g'ri tanlab bo'lgandan keyin to'g'ri yo'lda minib o'ziga to'g'ri yo'lni, durustlikni prinsip qilib bo'ldimi? Andın kin amal qilishga boshlaydi, yaxshi ishlarni qilishga boshlaydi. O'zining qudrati yetgunicha qana qiladi, amal qiladi. Az qiladi, o'tir hal qiladi, jiq qiladi. Qacha bo'ladi. Shu qachilish e'tibori bilan bir qacha aynı şekilde bir qacha bo'ladi. Buning ichiga to'ldirmoqchi bo'lgan narsamiz ba'zisi az bo'ladi, ba'zisi ko'p bo'ladi.
bas otur hal oldu. Fettakullaha mastata'tum. Fettakullaha mastata'tum. Yani əməllə, insan həyatında qıladigan işlar, insanın özünün imkaniyetiga qarab, iqtidariga qarab, birilgan sharoitlarga qarab az otur hal ko'p bo'ladi, ammo to'g'ri yo'l Allah'ın Resulü belgilegen şekilde bir xil oldu. Kur'an-ı Kerim'de Surah Hud'un 112. ayetinde doğru yolunu nimde ispatleydi bizge? Festaqim kema umirt. Talimat qanday kelgan bolsa, şu şekilde yolu şu şekilde, şu yolda man. Undan başka bizden tanlaş yolumuz yok. Endi demek mesele biraz aydınlaş deb oylayım. Doğru yol, durustluk hukumu eğer şundalan bozulsa, emel, kıvatkan iş, senin iktidarın, imkaniyetin, şaraitin qarab turib, az köp buludu, az op qalsın, köp op qalsın, çoğun mesele yok. Çünkü sen üzenge bir imkaniyetini sorulsa, ama yol tanlap menişteki doğru yol, durusluk, muayyen, iniq daiz belgilengen bir iş oludu, oludu, yok oludu. Sen ya doğru yolda mangan insan bulursa, ya doğru yolda manmagan insan bulursa. Eğer doğru yol, durusluk, bu hukum senden şunda yuqalgan hamallam din sendeki din Allah'ın Resulü bizge beriyotgan talimat ve din medeniyet şekilde kelgan bu din bulmay qoladi u vaqtida. Darsning başı deganimizdek u din sana nisbatan tarixdan qolib qolgan bir tarixiy miras. Yani xuddi bir xalq adabiyatiga o'xshash bir hukum bilan sening qishingda qolib qoladi. Sen har qancha da vaqt kelib o'zingning diniy odam ekanligingni isbotlay olmaysan. Masalan shu. Endi to'g'ri yo'l minishni biz durust bo'lishni yuqorqi mazmunlarimizdan dinning asosiy qismi agar u yo'qolib ketsa bir odamda din hisobda yo'qolib ketgan bo'ladi. İslamning axloqlaridan birisi deb tushundik. Bir odam mush islomning go'zal axloqini istiqoma durust bo'lish, to'g'ri yo'lda minish, mushun o'ziga o'zlashtirib hayot dunyoda to'g'ri yo'lda mansa, durust yashasa üzülen Rabbinin oturdaki alakada, üzülen bendilerinin etrafındaki kişiler bilan bo'lgan oturdaki alakalarda, aqallisi ailesidan tartib, xulum xoşna, cemiyet, özünün milleti, etrafındaki bütün cemiyet bilan bo'lgan alakada durust yaşsa, nima natijaga erishadi desa, buni Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Ibn Majah Savban radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bir hadis va musha hadisdan olishimiz mumkin. Payg'ambar alayhisalom bu hadisda deydi: "Istaqimu وَلَنْ تُحْصُوا." Resulullah hadisda sizlar durusluğuna davat oldu. Dep bulup, bunun neticesi de sizlerge beriladigan nimet icabiyatlarını sanap bulanmayızlar davat oldu. Hadisinin lafzi özüge aldığın mana mu şu. Belki bu hadisini başka orullarda mesela, başka izahatlarda toğru yolda menla, toğru yolunu sanap bulanmayız degen şekilde tercüme kıldığın buluşum. Ama benim hadisini alıdığım düşüncem şu. Toğru yolda menla, durust adam bulunla, sizler o vaxtida ko'radigan ijobiy natijalarini sanab bulanmaysizlar. Ruhiy jihatdagi xotirjamlik, aminlik, Allah'nınki insonga bir nim birishi, aql, idrok birishi, qalbinga rozimanlikning o'rnishi, ishlarning hammasida bir xil muvaffaqiyatga qana qilish, muvaffaq bo'lish, masalan, qilayotgan ishlaringda utuq qozonishing, oilangda bir xil xushallik, huzur, atrofingdagi do'st yaralari bilan arang yaxshi, bir xil huzur, jamiyatdagi Alloh tomonidan sana berilgan o'rin, buni sanab bo'lolmaysan. Sen bir utuq qozongan dad bo'lishing mumkin, utuq qozongan bir er bo'lishing mumkin, utuq qozongan bir xizmatchi o'z xizmatingda bo'lishing mumkin. Agar tijorat qilib qolsang, utuq qozongan bir tijoratchi bo'lishing mumkin. Sanab bo'lolmaydi buning ijobiy natijasini. Istaqimu va lan tuhsu. Allohning insonga beradigan buning natijasi beradigan ijobiyatlarni san. Chunki biz deb o'tdik, inson o'zini o'zi tadqiq qilib hozir qadar tushunib bo'ladigan narsa emas. Inson dunyodagi eng murakkab bir olat, eng murakkab bir maxluq. Bu maxluqninki ishlatish qo'llanmasi billa avatilgan. Bu qo'llanma bo'yicha inson qo'llanilsa dunyoda, yashasa, tabiiyki
Onundan kelip çıkıdığan icabi neticeler sanoqsiz. Eğer qo'llanmaga bo'ysunilmasa, qo'llanmaga qaralmagan vaqtda, masalan, o'tir musofada chataq chiqishi mumkin, yo'l oxiriga chiqmaslik mumkin. Ondan boshqa, ya'ni bir gapimizni xulosa etsek, inson to'g'ri yo'lda mengib, durust odam bo'lib erishadigan ruhiy, jismoniy, ijtimoiy, iqtisodiy va ondan boshqa har xil turdagi ijobiy natijalarni sanab bo'lmaydi. Ondan boshqa bir odamning durust bo'lishi, hayotda to'g'ri yo'lni o'zga manhaj qilib tanlashininki yana bir ahamiyati, yana bir natijasi u odam unsiz da'vatga aylanadi bu orqali. Unsiz da'vat. Payg'ambar alayhisolatu vasallamninki Tabrani Samurat ibn Jundub radhiyallohu anhudan chiqqan bir hadis va bu hadisni deydi Rasululloh istaqimu yastaqim bikum. Sizlar durust odam bo'linglar, boshqalar sizlarning sababinglardan durust odam bo'ladi. Sening ustingdagi yaxshilikni buyurib, yomonlikni to'sish, dinga da'vat qilish vazifasini sening oxining bo'lishing, ya da'vatchi bo'lishing, kitob yozishing, uni buni qilishing hech emas. Sen durust odam bo'l, bir musulmon bo'lish sifating bilan yetar. Chunki amaliyotda kishilar, atrofidagi kishilar quloq bilan emas, ko'z bilan o'rganadi. Dada oilasida, ya'ni shu misolga olsak shu bolalar bilan bo'lgan aloqada, ayol bilan bo'lgan aloqada, o'zining ota-onasi bilan bo'lgan aloqada naloyiq so'zlarda bo'lmasa, naloyiq ish harakatda bo'lmasa, to'g'ri durust bir muhit shakllansa oilada, bu odam bolalarimni tarbiyalayman deb qiynalib ketmasa bo'ladi. Chunki bolasi dal dadisining keynidan izma-iz agishib mangiladi. Bayatdan hadis shuki, istaqimu yastaqim bikum. Sen durust ol, atrofingdagilar sening sababingdan durust bo'ladi. Sen durust ol, qo'shning durust bo'ladi. Sen durust ol, savoqdishing durust bo'ladi. Sen durust ol, ayoling durust bo'ladi. Sen durust ol, bolalaring durust bo'ladi. Demak, sening durust bo'lishing hayotda yuqorqi olgan ijobiy natijalardan boshqa bir tinch da'vatga aylansa, unsiz da'vatga aylansa. Umar radhiyallohu anhuning bir hikmatlik so'zdan birisi va valilardan biriga xitob qilib o'tib degan so'zi, buni men sizlarga o'qib beray. Umar radhiyallohu anhu shunday deydi shu valiga: bizning bu maqomga erishishimiz och qolganlarning qursqini to'ydirish, yalang'ochlarning kiyimini butlash, ularning ehtiyojini qamdash bu yuzdan biz bu maqomga chiqdik. Agar biz o'zimizning mushu vazifasini joyida ijro qila olsak, ularning tashakkuriga loyiq. Chunki qo'l ishlash uchun yaratilgan. Agar bu qo'lni yaxshi ishlarni qilishga yuzlantirolmasang, yomon ish izlaydi. Shuningdek, qo'lni, diqqat qilinglar, qo'lni yomon ishlarga tutishib qilishdan ilgari yaxshi ishlarga ishladi. Umar radhiyallohu anhuning so'zi. Ya'ni inson durust bo'lishi kerak, chunki inson bir holatda yashaydi. Durust yashamasang, biz bayatni deganimizdek, durustlik sendan yo'qolgandan keyin sen o'tiralda qolib qolmaysan hargizma. 70% durustlik qolib qolmaysa, 50% to'g'ri yo'lda qolib qolmaysa, to'g'ri yo'l degan narsa sendan yo'qaydi. Sen bir butun boshqa yoqqa ketib qolasan. Shu durustlik intayin muhim. Ondan boshqa durustlikninki, to'g'ri yo'lda yashashninki, to'g'ri hukm bilan yashashninki yana bir natijasidan birisi yuqoridagilardan boshqa. Biz bayatdan bu haqda o'qigan, bugungi suhbatimizning shu olgan bir oyat bor, Sura Fussilatninki 30-oyati. Durust yashaganlarga birladigan natija oyatning oxirisida tatanazzalu alayhimul malaikatu, malaikalar chiqib bular shunda xitob qiladi. Nima deb xitob qiladi? Alla takhafu va la tahzanu va abshiru bil janna. Bu yerda alla takhafu va la tahzanu. O'zining kichik tarjimasini qilib bersam, qo'rqmaysizlar. Bearam bo'lmaysizlar yoki qo'rqmanglar, bearam bo'lmanglar. Bu ikki hukm, qo'rqmaslik, bearam bo'lmaslik insonning bütün hayot zamonlarining hammani o'z ichiga olgan. Ya'ni bearam bo'lmaslik hukmi o'tmishni o'z ichiga oladi. O'tib
ketken zamanı bir yaram olmaz. Çünkü erişidiğinin intayın güzel. Ve kelgüsüden korkmaysınlar ki, çünkü bunun birliğinden netice sizге nispeten cennet. Sura Taha'nın ki 123. ayeti mi dedi? Femenit taba'a hudaya, qanda adam muşu toğru yolda mansa, toğru yolga egetse fela yadillu ve la yashqa. Yoldan mı azmaydı? Ahirette baxtsiz xapılık musibetlerge bunun bolmaydı, duçar olmaydı. Yani ötmüşünge qartamı, sende nim bolmaydı. Bir aram buluş, vay maaşını qavasam bolup diken, qımsam bolup diken dep, yani ötmüşüge bir aram bolmaslık deyen gep kelgüsü ötmüşüdün güzel deyen gep. Ve kelgüsüdün mu qana qılış olmaydı? Ansıra şolmaydı. Demek, senin ötmüşün mu, kelgüsün mu, kaparatki igi oluşunun ki birden bir şartı, senin durus adam buluşun, toğru yoldu manışın. Ahırda Peygamber Aleyhisselam'ın bunu münasebetlik bir hadisi var. Kırındaşlar ben bunu okup gepimizni ahırlaştıraylı. Bir sahabeden birisi Resulullah'dan. Bu hadisini İmam Muslim, Sufyan ibn Abdullah Thaqafi'den rivayet kılıp ekege hadis. Bir sahabi Resulullah'dan sordu. Ya Resulallah, ben İslam hakkında bir ağız gep baslar. Şu bir ağız gep man kupayı kılsın ki İkinci bir adamdan bu haqqda sormayı. Resulullah bununla nemi dedi şu vaqtida? Ma hayat mamatlık yani. Qaranglar, men bir ağız gap anlay, şu gapga ömür boyunca amal qilay, ikinci bir adamdan mı sormay, başqa gapni anglamay, manga yetsin dedi sahabe. Resulullah bununla nemi dedi? Qul amantu billah. Allah'a iman ettim de bulup summa istaqim. Durus adam bo'ldi. Yeter. Adam iman asasını tiklep bolgandan keyin to'g'ri yo'lga mangdimi, bu adamning ishi bitdi degan gap. Dinning talebi mushu inson to'g'ri yo'lda mangish. Dinning bütün ta'limoti. Bizga tushirgan bütün kitoblar, avatilgan bütün payg'ambarlarning umum vazifasi inson durus olsun, to'g'ri yo'lda mangsin degandan iborat, undan boshqa emas. Allah subhanahu va taolo hammalarni durus, to'g'ri yo'lda mangdigan va oxirigacha bu yoldan çıkıp ketmeydiğin kişilerin qatarını kılsın. Kısqığını ömrümüzde, hayatımızını ehemmiyetlik işlara sarf kılıp üstümüzdeki mecburiyetlerini ada kılı nisp kılsın. Batil, bihude, haksız yollara kayrılıp ketmeslikini Allah subhanahu wa ta'ala'dan tileyimiz. Ve ahru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.